Assalomu alaykum, aka-ukalar, yaxshimisizlar? Aytlaring bilan hammalarni charchamay damla olyapsizlarmi? Bugun qo'shilar ziyorat qildik bugun. Anchadan beri video qo'yganim yo'q edi, bugun video qilib qo'yib berdim. O'zinglar yaxshimisizlar? Charchamay ishlayapsizlarmi? Musofirdanglar. Hammasi uchma. Qo'shnilar ham uchma boqishadi. O rampuri ham chiroyli ekan uni. Ha. O'zimiz kattajon hasi onasi ketib qoldi-da. Ketib qoldimi onasi? Mollaran ular. Mana qora yuribdi soch. Ha, kalsosi bor ekan. Kalsosi asha u bilan qovoq. Ha, chiroyli chiqibdi. Uni zog'da kalsi og'irlik qilyaptimi yo oyog'i pishdimi? Oyog'i qatga birlashtirib olib chekili, qisib olibdi oyog'ini. Birlashib qolibdi-yu, yaxshi tortyapti oyog'ini. Ha, ishlayapti, yaxshi. Bundoq qilsang. Ilash yuribdimi sizga? Yo'q, endi. U qizil akam kelib qolib chekili uni, ha? Ashtari aytdim. Ha, kelib. Qashini aytdim. Aha. Ana muzlayni anjonlay uni, Nizom akani. Ha, shu o'zimizniki. Ya, u basada aka bu. Yana bitta sherigi bor uni. Chinni paplari bor. O'sha siz aytayotgandek tomog'ida bor. Ha. Xo'p, qani endi u? Bolalarimi? Ha. O'sha aylab ketdi. Ha, ketdimi? Socham yomon o'ynaveradi mana shu. Eshib tashlaydi. Bu qora soch kimdan chiqdimi? Bu buni sariqda bo'ladi. Ha, malladan chiqdimi? Ma. Zo'r o'pdi-yu, qaysi bilan chiqdi aka? Mana bilanmi? Ko'k bilan. Sheb bilan? Ha, shu bilan. Mana o'qti bolasi, mana qora soch ekan, mana Talib mana. Yelkasida guli bor. Zo'lar ham bola beribdi, oxirat tig'li ham, ha? Bolasi ko'p berdi. Yaxshimi ishqilib aka? Bolasi chiqib qaytib tushmadi. O'shaligi yo'q albatta. Ya'ni sezadi, ko'rdingizmi aka aytganchani? Ha. Ketdi. Bular qanotini tutib yuborib, to'q qanotlari yo'q. Ha, aka. Yaxshi, bir marta shu siz qo'ndag'izga qo'nib ketlab bordi. O'sha yerga qo'nib qaytib keldi. Mana bu yerda vaziyatga chekkinga, hali sizga tushib olmadimmi? Ha, O'kina o'tirganingizda borib qaytib keldi. Ha, o'sha ushdan tushdi bizdan. O'zi borib kelyapti. Ya, o'sha bu Tushib ketdi o'zidan o'zi. suvga boryapti shekilli aka. Suv yaxshi suvlari. Mana qushlar. Faqat jinni turga hayron qoldi. O'zidan shunday o'tirib yuraverdi. Uni anjonmi kelib qolgan anjon sayra aka? Uni? Bu eski anjon ketib qolgan, ancha bo'lgan. Ha, bu ko'k tumshuq ekan-da. Ha, ancha bo'lgan. Uni nariga sayrayapti. Unimi? Ha, o'sha. Anjon bakka ham ko'p tushib qoladi bizga o'xshab. O'yinlari yaxshi anjonda ham. Ha, o'yini bor ekan. Uni bizni katay. Qushlar o'tirishibdi kutib. Pitaniya. Qachondan berishar ekan deb. Qushlar och yursa kasal olmaydi, ancha-munchaga mana shular ham. Och yurishadi, любой время mana. Hamma sog'lom. Qushlarning shumshagan bir balo bo'lganlari yo'q. Rejimda dom berilsa, mana shunday bo'lib tetik yurishaveradi qushlar. Va. Kelgan dumi qizil cho'g'alagan shularni taqabagan. Va. Shirampuri ham chiroyli ekan, kela mana shu. Mana qoralardan chiqdimi o'sha uni rampuri? Nizom aka uni? Yo'q, u tashnaq edi onasi. Aha. Nima bilan chiqqan? Buni otasi shatta. Onasi shunaqa yalama qizili tushga qo'yib yuribdi ekan, akam zo'r chiqadi. Ha, o'sha
Sezaydi bolasi. Sezaydi bolasi. Ashyo zo'r chiqadi. Rossiyacha ham zo'r uchib yuboradi mana shu taqlinlar ham. Yaxshi kaptar. Bak. Sog' bo'linglar, jonlaring sog' bo'lsin. Tinch bo'linglar.